kelibsiz Sadoqatxon. Tan joningiz sog' bo'lsin. Bundan yaqindagina ko'rishuvdik. Yana o'sha diydor, sog'inch, mana shogirdlaringiz, yaqinlaringiz bilan ko'rishdingiz. Tan joningiz sog' bo'lsin. 2026-yilni shunday yaqinlaringiz bilan kutib olish nasib qilgan ekan. Xudo xolasa bugungi davrani biz o'tkazamiz chiroyli qilib. Undan oldin noz ne'matlar qo'yilgan ekan dasturxonga, o'shanga qizlaringiz bilan bir achom-achomlashib olasiz.